Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtek Sildolida Salohiddinga do'stlar Qirg'izistondan bo'g'oz soliqlarimiz yetib keldi. Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'ozlar ekan. Assalomu alaykum. Salohiddin, bularimiz birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'ozlari. Shunaqa. Birinchi, ikkinchisi qo'shildi. Ikkita yoshlarni 4 sho'rda. Ko'prik o'zlari bor, ammo qo'zlarni olib qo'ygan o'zi nima deyapti? Mana noyoblaridan bor ekan, qulog'i, garbanoslarni ham bir ko'rib qo'yasizlar. Narxlari necha pul Salohiddin? O'rtamon o'zini bitta 60 olib qo'ying. Obunachilar yuzib olsin, o'rta mashina qo'ylarga. Aha. O'rta bular narxlari 6,5 milliondan 7 milliongacha qilib beramiz o'rta. 6,5 million so'mdan 7 million so'mgacha dastavkalari O'zbekiston bo'ylab Boshdan qatgasi yetish berilaveradi. Boshdan Samarqandgacha besplatniy. Samarqandgacha besplatniy. Ag'aga o'rta kelishiladi. Ag'aga kelishiladi. Qadrli obunachilar, qiziqqanlar aloqaga chiqaramiz. Pastga nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqsalarni alohida qilib videolarini ham tashlab berishaveradi. O'ta noyoblaridan ekanda Salohiddin. Mana mashina Arashan deydi, haqiqiy Arashan o'rta. Arashani? Arashan. Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqsalarni lokatsiya ham bor. Kelib, qadrli obunachilar ustida kelishib, Xudo xolasa o'rta kelishaveradi. Hurmatli obunachilar, Asadullo o'zni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga zo'r chorvalarni, qo'ylarni xudo xolasa yaxshilardan yetkazib berishga harakat qilamiz. Salohiddin, o'ziga bittadan like bosib qo'yinglar. kelgan obunachilarimizga yana xayrini qilib berasiz.